Aka bizdan test drive'dan o'tganingiz uchun, akalikim mana shu rahmat. kutmagandim. Kichkina sovg'amiz siz uchun. Menimcha buni uzoq joylarga borsang bo'ladi. Tog'li hududlarda. Tog'li hududlarga ham udobno bo'lsa kerak. O'zi shu uchun ishlangan aka. Buni men bitta fishkasini aytaman. Xuddi shunaqa zonalarda aka, mana bamperlarga e'tibor bersangiz, boshqacha detaldan qilingan, ya'ni matvi detal, nima deydi, glansiy emas. Kitob tosh teginganda bamper zashta qilinadigan uskunalari bor o'zini, mashinani. O'sha uchun zo'r. Notik suyga keldik. Mana shu yerda sinab ko'raylik. Bo'ldi, bemalol. Bugun bu mashina sizning nomingizda, chunki biz chegara drive'da biz istalgan klientimiz kelib, bepul test drive haydab ko'rsatadi, bo'ladi. Menimcha sizlarga borku, mana videoni ko'rasizlar, o'ylashlaringiz mumkin, bir nima aytyapti bu o'zlarining foydasiga deb. Akalar, to'g'risi unaqa emas. Chunki hozir bizga shunaqangi imkoniyat bu. Masalan, pravalarimiz bo'lsa, chegarasiz drive belgilanyapti hozir havolda. Kelib o'zlaringizdan haydab ko'rishlaringizni maslahat beramiz. Hech qanaqangi bu yerga nimasi yo'q, yomon tarafi yo'q. Kelib, mana kelinglar, havol navoga pastdan o'ynab qoldiramiz. Mana shu ishimizda bizlar akobar qismlari kelib o'zlaringizdan bemalol o'tirib shahar bo'ylab haydab ko'ringlar, Notik yo'llarda, Tix yo'llarda sinab ko'ringlar. Tem bo'li hozirgi kunda foizsiz tanni bo'lib beramiz aka. Qanaqa tarafini ham inobatga olish kerak. Misol uchun sizdan birdan naqd bo'lik qanaqadir avtokreditga so'ralmaydi. Tanini bo'lib berasiz aka. Ijara shartnomasi bo'lsa 24 oydan 48 oygacha. Agar o'z nomingizga chiqarmoqchi bo'lsangiz 12 oy, ya'ni 1 yilgacha tan narxini bo'lib bersangiz bo'ladi. Bor yo'g'i 3 kun qolgan. Ana shu 3 kun ichida qaysi mashinalarga bo'ladi? Dargo hamda H9 avtomobiliga 15 milliondan 25 milliongacha foyda bilan xarid qilsalar ham bo'ladi. Ana shunaqa bonuslar. Shunaqa. Qaranglar qanaqa bonuslar beryapti. 15 milliondan 25 milliongacha foyda qilishlaringiz mumkin, foydaga chiqishlaringiz mumkin. Bizning option lokatsiyamiz Navoiy ketish yo'laringizda yo'l ustida turibmiz. Mana sizlarga Haval Navoiy